Assalomu alaykum. Ismim Rahimjon va men Anqaradagi Gazi universitetida tibbiyot talabasiman. Hozirda Turkiyada 4-yilim. Turkiya deyishim bilan ko'pchiligimizning aqlimizga Istanbul keladi. Istanbul haqida ko'plab videolar olingan va hatto ko'pchiligimiz Istanbulni Turkiyaning poytaxti deb bilamiz. Lekin ushbu videoda Turkiyada yashash va o'qishni shu 4 yillik tajribam asosida Anqara misolida ko'rib chiqamiz. Maqsad Turkiya va O'zbekistonni solishtirish emas, Anqaradagi talabalik hayotini boricha ko'rsatib berish. Xo'sh, Turkiya kelib o'qishingizga arziydimi? Kelishingiz bilan birinchi bo'lib qarshilashadigan muammoingiz bu hujjatbozlik. Universitetga hujjat tayyorlash, yashash ruxsatnomasi uchun hujjat tayyorlash, transport kartasi uchun hujjat tayyorlash, yotoqxona uchun yig'iladigan hujjatlar. Xodimlar esa kayfiyatiga qarab ish qiladi. Copia del DNI, número de cuenta, fotocopia de la tarjeta de la seguridad social, fotocopia de los impresos de Hacienda. Men va sherigim yashash ruxsatnomasi uchun hujjat tayyorladik. Mani hujjatlarimni qabul qilishdi. Sherigimda esa xatolik bor deb qaytarib yuborishdi. Hujjat tayyorlash sizni jismonan charchatadi. Hujjatlaringizni bir oy ichida tayyorlab ham bo'ldingiz deylik. Bu yoqda esa sizni madaniy shok kutib turibdi. To'g'ri, qardosh xalqimiz, madaniyatlarimiz o'xshash, lekin shunga yarasha yaxshigina farqli taraflari ham bor. Hozirda Turkiyada ijtimoiy chirish jarayoni ketyapti. Yoshlar maqsadsiz. Millionlab yoshlar na ishlaydi, na o'qiydi. Turli moddalarga ruju qo'yish holatlari ham ortgan. Insonlar jahlda tez, qarshi tarafni eshitish kamaygan. Bu narsalardan ta'sirlanish esa albatta sizga bog'liq. Siz qanday inson bo'lsangiz, atrofingizga ham shunday insonlar yig'iladi. Turkiyada asosiy til turk tili va ko'pchilik faqatgina turk tilini biladi. Bu mavzuda esa o'zbek tilini turk tiliga yaqinligi bizga anchagina yordam beradi. Hatto O'zbekistonda turib, seriallar orqali turk tilini o'rgangan tanishlarim ham bor. Universitetlarda esa ta'lim ham turk va ham ingliz tillarida beriladi. Turkiyada ingliz tilida o'qish esa ancha sarguzashtli. Sababi qabul komissiyasi IELTS qabul qilishligi mumkin, lekin universitetga kelganingizdan keyin o'quv bo'limi sizdan TOEFL talab qiladi. Insonlar ham faqatgina turk tilida gaplashadi. Albatta siz o'z-o'zidan turk tilini o'rganishga majbursiz. Va albatta asosiy mavzu o'qish sifatiga kelsak, diplomingiz butun dunyoda tan olinadi. Yagona forma qoidasi yo'q. Ba'zi universitetlarda hatto davomat ham yo'q. Professorlar darslarni o'zlariga tayyorlagan slaydlardan o'tishadi. Talabalarga juda katta erkinliklar bor. Darsga keldi-kelmadi, imtihondan o'tdi-o'tmadi, hech kimning ishi yo'q. Eslayman, birinchi kursligimda professorlarimiz bizga bu 4 yilingiz hayotingizdagi eng uzun 5 yilingiz bo'ladi deyishgan. Sababi kursdan kursga qolish holatlari ko'p. Sinfda esa raqobat muhiti bor. Chunki ma'lum bir fandan bir sinfni to'plagan o'rtacha bali shu fanni o'tish balini belgilab beradi. Aytaylik, sinfning o'rtacha bali matematika fanida 67, ya'ni kimdirlar 70, kimdirlar 64. Mana shu 67 bal shu fandan o'tish uchun minimum chegara hisoblanadi. Shuni hisobidan talabalar konspektlarini boshqalardan qizg'onishadi. Ya'ni mani xonadoshim darsga qatnashgan, konspekt tayyorlagan va kursdoshlarga tarqatmaydi. Sababi agar kursdoshlarga tarqatsa, ko'pchilik bu fandan yuqori ball olishi mumkin va o'tish bali yuqoriladi, o'sadi. Bu esa universitetlar va fanlarga ko'ra albatta farq qiladi. Ba'zi professorlar ma'lum bir ballni belgilaydi, o'tish bali deb, ba'zi professorlar esa yuqorida aytganimdek sinfni o'rtacha balini oladi. Keyingi asosiy muammo esa narx-navo. Narxlar oyiga ko'tariladi. Ijara narxlari ham juda qimmat. Chetdan keluvchi mahsulotlar uchun esa soliqlar ko'zni quvnatadi. Telefoningizni ro'yxatdan o'tkazish, ya'ni email qilish narxi 52 ming turk lirasi. Narx-navo haqida gapirganimda Istanbulni eslamasam iloji yo'q. Sababi Istanbulda yashash Anqarada yashashdan ko'ra karrasiga qimmat. Ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlar yoki seriallar orqali Istanbulga kelib o'qishni havas qilamiz. Shaxsiy maslahatim, Istanbulga turist sifatida kelsangiz arziydi. Talaba bo'lib kelish esa sizni moddiy tarafdan qiynab qo'yishi mumkin. O'qib ishlash ham oson emas. Chet elda talaba sifatida o'qib ishlash masalasini Jamshidxon Ziyoxonovning Qora Angliya ko'rsatuvini ko'rsangiz tushunib yetasiz. Lekin Angliyadan farqli o'laroq Turkiyada grant yutish ehtimolligingiz bor. Bu grant dasturi sizga universitet kontraktingizni, sog'liq sug'urtangizni, yotoqxonangizni va hatto Turkiyaga ilk kelish aviachiptangizni qoplab beradi. Va yetmaganiga oylik stipendiya ham beradi. Hozirgi kunda ushbu stipendiya miqdori bakalavr uchun oyiga 4500 lira, magistratura uchun esa oyiga 6500 lira.
Bu miqdor esa Anqarada talaba sifatida yashash uchun meni fikrimcha yetadi. Va hatto IELTSdan 7 ballingiz bo'lsa, bu miqdorlar 2 karra ortadi. Evaziga esa sizdan atigi bitta narsa talab qilinadi. Turk tilini o'rganish. Hujjat topshirishda turk tilini o'rganishingiz shart emas. Hujjat topshirishda sizda turk tili talabi yo'q. Grant yutganingizdan keyin universitetni boshlashdan oldin 1 yil turk tilini o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Shuni hisobiga 4 yillik bakalavr 5 yilga, 2 yillik magistraturasi 3 yilga cho'ziladi. Grantni tugatgandan keyin qaytarib berish, universitetni bitirgandan keyin Turkiyada ishlab berish kabi talablar ham yo'q. Universitet ichki muhiti ham a'lo darajada. Universitet tashqarisida 15 daqiqalik radiusda turli kutubxonalar, dars qilish uchun kafelarga yetib olishingiz mumkin. Hatto imtihon haftalarida universitetning ichida sizga choy, qahva va ovqatlar tekinga tarqatiladi. Mana universitet misolida. Turli davlatlardan kelgan talabalar bilan do'stlashish imkoniyati ham mavjud. Misol uchun, meni do'stlarim orasida 16 xil davlatdan kelgan talabalar bor. Bu esa albatta sizni dunyoqarashingizga ta'sir qiladi. Akademik tarafdan ham ko'plab imkoniyatlar mavjud. Yangi texnologiyalar qo'llab-quvvatlovchi Teknofest, ilmiy ishlar uchun Tubitak, Yevropada Erasmus qilish, ya'ni bir semestr Yevropada o'qiysiz, yoki Turkiya burslari grant dasturini shaxsiy rivojlanish dasturlari mavjud. Sayohat sevarlar uchun ham Turkiya qulay nuqta. Istanbul, Antalya, Izmir, Kapadokiya, Trabzon kabi Turkiya shaharlari, Gruziya, Ozarbayjon, Iordaniya kabi davlatlarga oson va qulay sayohat qilishingiz mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsam, Turkiyada talaba bo'lish sizga ustunlik beradi. Ijtimoiy transportlarda talabalar uchun chegirmalar, ovqatlanish nuqtalarida hatto talabalar menyusi mavjud. Qiziq fakt, Anqarada kutubxona va kitob do'konlari soni dorixonalar sonidan ko'p ekan. Hatto metro bekatlarida kutubxonalar mavjud. O'zi ham faqat faktlardan gapirdim. Endi xulosa qilsam, afsuski bizda Turkiyada o'qish haqida noto'g'ri tushuncha mavjud. Turkiyaga bir reja sifatida qaraymiz. O'zbekistonda o'qishga kira olmasak, Turkiyaga topshiramiz. Yevropa yoki Koreyaga o'qishga kira olmasak, Turkiyani surishtirishni boshlaymiz. O'qishga kirganimda, o'qishimni qachon O'zbekistonga ko'chirasan deb mendan so'rashgan. Afsuski bunday bo'lmasligi kerak. Butun boshli grant, ishlash shart emas, stipendiyangiz yetadi. Tilni o'rganish oson, bankka pul qo'ymaysiz, oilangiz xohlagan paytda sizni ko'rishga kelishligi mumkin. O'qisangiz bo'ldi. Mani fikrimcha Anqara kelib o'qishga arziydigan poytaxt. Shunaqa gaplar.